Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi obrazda elektronniy labo bo'ladi. 1 tonnalik. Bort razmerlari 1.80 ga 1.35 bo'ladi. Balonlari 12 lik bo'ladi. Salon qismına keladigan bo'lsak, avtomat korobka, pechka, projektor, monitori, tablolari bor. Baravarlari Damastikni o'xshaydi. Bu yoqda пониженный скорость. Haydashga juda qulay. Katta lyuklari bor. Altından ko'rinishi. Svetlari oq bo'lgan edi. Akkumulyatordan keladigan bo'lsak, geliy bo'ladi. 1 yil kafolatli. Biyasi 1800 lik, motori 1800 talik bo'ladi. Bunga mototsiklimiz qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman. Telefon qilsangiz, dostavka qilib yetkazib beramiz.